Külkesini biz, külkeler kaynar. Külkesini biz, külkesini biz, külkesini biz, külkesini biz. Şundaq sınıf bu, inak hem kızı. Külkesini biz, külkeler kızı. Külkesini biz, külkesini biz, külkesini biz, külkesini biz. İşma. İşma. Hey, makina to'g'ri chiqib qoptimi? Ha, xili bo'ldi, chiqib qoldi. Uy, soqol qoqilma. Nerga ko'rapsan? Ko'zakdan. Ko'znak? Ko'zakdan. Voy, janga ko'znakdan ketib oldi bu. Boshqasi ko'mak. Chestimsa yonlar xili bo'ldi-ya. Topsamsa? Shundaymi? Ha. Bo'ladiki hozir. Hozir qatmaydi. Men tushirishdan qo'yay. Ha. Normal herkese ihtiyacı var mı size? Sınıfına gözüküyor. Abdan barıştılar. Biz okuyken sizde müşriktin ha? Müşrik cevap olan. Müşriken. Kitap orada yaptı da ben karşısında bir altıda oturuyorum. Ben bir şey olursam bir şey oturayım ben. Ne oturayım? Nime? Edem'de teklif yap üzeriniz oturasken ya. Ay tadım altıda olsa dostunu abdan köylü dolar. Edem'de zanlıklamışsan mı? Ya ben Mişel'de oturup abdan güneydi. Abdan öğrenmişsin. Abdan öğrenmişsiniz ya. Abdan öğrenmişsin. Nimiş kılasını bir kılıyordu. Abdan öğrenmişsiniz. Bu da beşini sılap koysam bulanıkta. Kovaz öğrenmez balamı. Abdan öğrenim var mı sen? Abdan öğrenim. Aka, sizlar ballarni aka qo'ymaymi bunlar? Hey, ben savak dışı balamı. Ne yapmışsın sıkıntı? Zahmat. Ay, aşağı düş orasını sakla. Kelsin. O balık yapmadı. Yaxshimisiz olim? Aldı bilen hammalarning maktabimizga o'qishga kelganliklarini qizg'in qarshi olaman. Bugungi soatda biz o'zaro tanishib chiqaylik. Avval men o'zim tanishtirib o'tay, ana sizlar bir-birlab o'zinglar tanishtiringlar. Bilammi savoldoshlar? Ismim Gulchehra. Men bu maktabniki o'rtoq til kuchaytirish sinfi dars berayotgani 4 yil bo'ldi. Ümidim bundan keyin hammamizniki qiyinchiliklardan o'tib, bilmaganni birlikda o'rganib, sizlar bilmaganni men o'rgatib, men bilmaganni men sizlarga o'rganib, o'zaro o'rganib yaxshi o'taylik. Bilammi savoldoshlar? Undaq bo'lsa, endi shu o'rtaman savoldoshlar hammalar bir-birlab o'zinglarni bir tanishtirib o'tinglar. Kimdan boshlaymiz? Savoldoshlar tanishaydi. Nega boshlaydi? Sizdan kelaylik. Yaxshimisizlar savoldoshlar? Mening ismim Murod, bu yil 27 yosh.
Ben çok okumagan, çok oturup tuturulan ödüklerinin geleceği sebebiyle. Soğukluk işi ketken. Şikirlikler deyimiz, başka şehirlerde soğukluk jarayonida tıl bilmesi sebebiyle şu muhim yerlerge kelib, to'xtalishga vaqt kelganda, o to'xtalgan xatlar, men to'lg'an bilan men xatlar qilolmay, bir mo'j ziyon chiqib shuning bilan ertasiga qoldim. Shunga talab etkazsam, ziyonlar qarab chidamay. Iliq bir mashhur gapni qilib, siz chiqmasa kalom emas, xat bilmasa balam emas-da. Qo'shib ketgan shu mushakka o'qishlar kelib, ammolarga sog'lashib oldim. Bundan keyin bu sadog'imda bilmaganlardan o'rgatishib, yaxshi ketgan bo'lsa, rahmat. Qarshi oldim. O'tiring. Qani, yana qaysi oldi so'zlab boqadi? Men bir so'zlab boqay hali. Amma alçılık obdan tutanlar. İsmim Aliye. Bu jel 26 yaşlıdan. Men de torso otusudan şug'ullanaman. Endi men olmuş mal setishdan menda bir qoidam bor. U bo'lsa super bahaniki qaynanasi. Voy. Çünkü qaynanning surayibizni hammamiz bilamiz. Ras. Men süpati cho'ntirman. Shunga mushu tor doirasidagi bilimimni kengaytay deb musnifga o'rganishga chidim. Shung bilmagan bir hamdamda bo'lib, hammamiz bir har nafaslab o'rganib musnifda yaxshi natija qozonib chiqasak, men shunga xo'sh. Xo'sh, endi qaysi o'g'dash o'zini tanishtirib boqadi? Ben tanışıp bakayım. Bo'ldi. Qani chiqam. Qani. Mening ismim Asqar. Bu jutkilar bilan Asqargan deyishdi. Yo'q. Bizning abaytib berman, mamnun qaylab bir mis qalay olyomin da qamaltirib shuna o'xshaydi. Aslında iş var, yanlaydı. Bu şu ben aroq kelganda gong ichaman, jon. Ichimlikni qattiq ichmayman. Ben şu nurg'ulgan sog'liqni ko'rgazganlarni doira chiqqan. Kompyuterni har qanday qilganini hamma bilaman. Unda sen nima deyapsan? Şu ben şunun işinden geldim şu an. Hem şey bilgenin işine geldim. Mashg'ulotning hammasini bilaman lekin qilmay turib mashg'ul qilaman emasman. Ma tarakishdan mablag' ishlatgan kompyuter meyib qo'ydi. Şu o'rtoq tilda qaydini yaxshi o'rganib tirishsam, kechikmay qoldim qilib shu bo'lsa qaytib keldi. Shunga mola yordam qilsanglar. Bo'ldi. Qarshimiz. Yana qaysi o'g'dash o'zini tanishtirib boqadi? Yaxshiliklar, savoqlashlar. Yaxshi bo'lmadi. Mening ismim Sehribon O'ldidan. Endi bu kiyimlar aylash kasbi deganimiz shu odat kundan kunga yangilanadigan, turlar tez taraqqiy qilgan bir kasb ekan. Kiyim-kechakning turi ishqib kundan kunga ish boradigan narsa bu. Kasbimni o'qda taraqqiy qilish uchun yaxshi bir şey qilib keldim. Hamma yo'lda qilishib ketgan kiyimlarlar, baxtlarlar tishib qolgan. Bo'lsa chiqqanlar yomon birman. Da o'zaro yordam dolab, matnliqda yaxshi o'rganib qiladi. Abdan. Mama balamın jonda kiyimlerini böyle yapsam. Nima deb bilasiz? Sen kim o'tirasan? Moda bu degan. Mana nari moda udan. Qanday Urushmaylar. Baqalar, ash balamizning kiygan moda o'xshaydi qana. Mushuk yarim yaman bir pistaqqa chiroyli qiladi. Nima onda cho'qayning tuşuklarida. Hayron qolyapman men. Biz kichikligimizda bunda ko'na, tushuk, yamoq kiyimimizni qilib, ama şu ner jinji bo's apasanda bek juda qutdi. Men hozir bola nerdan topib, ko'na narsa kiymayotgan. Qanotdagina bir tushuk jonda qaytdi. O taraqqiyot qilsa, uning ustiga o'sha azib bo'lgan sal yuk qiziydigan o'xshaydi. Bo'ldi, sog'lashadigan. Qarshimiz. Yana qaysi o'g'dash o'zini tanishtirib boqadi? Mening ismim Mijat. Endi har bir xasir anglagan naqshan. Endi biz naqshlar. Otishning bozoriga 6 chekka qoqchi deydilar. Men tak shu qoq. Qoqchi. Yapma, endi bunda gap. Endi dabdog'i qoqchi demak, men hozir
tutilmiş bizim Şinjan'ın yerli, badam yanak, gülü kaplarına, topla tadisatlığa, yek ticaretçi. Hem de bu bazar diyen, bizden o saklinası kaydamışmaydı. Muş toxtan, muş hazır yeni siyaset, muş işi doğru özümüz yetekler cihette sağ çoğultunu kurduk. Tüş güçü bana bilinmeyen bir imkan. Abdullah. Diğer tümdaşlar savakdaşmış yapıp da ben bize mesela şokarak anca gap sözünü kıptırma. Ne bu diye keyfiyat için demez. Ben mesela şokarakımda keyfiyat çıktığımızda bilim üretmez. Abda oynapsız. Uğal olması şok olsa, boks yok olsa deyipsiz. Endi navbat kimga keldi? Papanglıya. Destek ötmeyin. Salavatın olsun. Beylikler yakışımı. Hemen orada durdu. Yaxshi, yaxshi. Ya Adiş, matrafta kaldık emasma. Bismillah. Ortada olmaz. Hem de benim ismim Semer. Hoş meğerliklerini Semer Sefer'in bakayım. Ne iş kal? Ne iş kaldısınız? Hoş bezlikler şey olalım. Siz baş ver mi? Bunda olsun semeseden bir semet madden misin? Ya aş bez kendisi de Bir yılda bir 20-30 kaldı. Yeni sayılarım ben de. İcat kılırken ben çok. Bir kağıtta işte kavrup, onu kılıp, bunu kılıp icat kılırken ben. 20-30 kılma yılda. Lekin bu suyumdan koruğunu ırsını okumayman. Ama bunda. Bunun da yüklenmiş. Korumuzla kokmayı, koruyor onu. Kalkını yapmak biz koyalım. Xo'sh, endi qaysi savdodash o'zini tanishtirib baqadim. Şu kısmet. Al bunun kız olsun da pişti mi ya? Azgar aylı var. Dümdületmem var. Savdodaşlar yaxshimisizlar? Mening ismim Abida. Siz xotinimmi? Az gapsiz olmabda da daha gapimiz shundan to'liq ekan. Ay, cho'ng odamni chiqarlashman oldin qoldim bilan. O'zim Toshqo'rg'ondan. Kasbim direktor bo'lay deb bo'lmay qolgan mulozim. Foya. Shu yerga kelishga maqsadim endi. Shunda tuligini deb keldim. Yaxshi. Xeyli kuchliroqdan keldim endi. Yaxshi o'g'irib kelsan. Direktor bo'lasam degan maqsadga keldim endi. Hoşça sılın baş. Hoş şimdi direktör olup gitsin için. Hoş ya. Ya ümit kal. Qalay. Sınıfı çıkıp bakalım ya çıkıp. Sizga Ben chiqib keladi. Bolam, men tanishtiray bolam. Siz cho'ng'anda o'tirasiz o zaman. Men cho'ng'anga men tanishtiray. Bana bir kichik odamga yo'l qo'yinglar. Ay bolam, siz Bo'ldi, shuni bilan tanishtironglar bo'lsa. Andaviy qilam tuqa. qayda qisardilar bolam. Qana. Qana Abdullah qani. Qana Qasim Abdullah. Anda olsa men de üzerine tanıştırıp bitey. İsmim Tuzdoqdan. Hem ben şu taşçı. Hem aslında bilitlarmış. Xotanning qaşlayışı memleketimiz işitilemez. Bütün xalqaro dağınık aynan. Xotan qaşlayışı semiz bilitlar. Hem Necap niyatı bu Xotanning yığıp ekip örümçilde yer setip gidiyor. Bunun temsilciler bu işki ülkeligi verip taşset kılıç jarayonida bu til jihatdan sal qiyinchilik bo'lib qoldi. Men so'zlaydigan bilan ancha-muncha yezib o'qishda qiynalib qoldim ekan. Shu to'xtamda xatolik qilib qolib, bepatman pulda ziyon tortib qoldim. Shuni bilan ziyonna irkilib, shu persam qat'iyat kelib, shu balam bilan ish emas, savollashular muslim darmasini bilib o'qiylar deb bir şey kal to'qandi. Shu ko'ngil to'g'ri deb ekan. Az kişi kök yiyter beşi de şuna ben bilim ala kırırsam da keldim. Hem de ben bir olayım. Ha bir tane balam. Çallar beni girer. Ne oluyor Abdullah ama? Benim balam mutlu. İsmim hem de Metroze. Müşür adam bir koyup katken şunda setsin dedi. Ay vallahi. Nerse tabısın onun. Şunda çaylık isim tallak koygan. Mektepte hem bakalım Metroze. Bunda zamanlıkta da değil mi? Köyde Ay. İsmim Metroze olan ki Metroze bir Tohturze desin lan sen. Ya bir diyorlar var da cin Hadi yine.
Endi shu mening asli biz her maktabda o'qib, Jiksonni o'qimaydi. O'sha dadam bir to'liqsizni bitirib, tabiiy ojizlar chiqib maktabda. Men bilan pashcha bo'lsa, savdo qilishni o'rgandim. Chiqib oldim maktabda. Sen abdan o'qigan bo'lsang maktabda, men seni elchi qilolmaydim. Men shuni sana burun maktab degan deb qo'ygan. Abdan o'qib olam, quvamni ishdan qolmasam o'qitibmi degan. O'zing abdan o'qidingmi? Az gaplar. Abdan o'qiyamagandan keyin shundan keyin bekor yurib otlanchilab qolmsan deb men bilan birlik tosh olsin deb shuni bunda aytib oldim. Endi bir qandoqlar bir yerga kelib qoldi desamlar, o'tganda dadam bilan ishga chiqib bir tosh sepibdi. Til saviyamiz nachar bo'lgandan keyin to'xtamni xato tuzab qolib, dadam bir muncha ziyon tortib ketdi. Uyga borib bosh 3 kun qo'rqmay yotdi uyda. Voy tashim, voy pulam deb var yig'laydi kunda. Valam endi ziyoniga ochiqgan. Sen ya maktabda abdan o'qimaganning ziyni aşağı chiqqan-da. Shu endi o'sha dadamning men ichim og'rib, til bilgan bo'lsa bundan ziyon tortmas to'xtab. Men bo'lsam bir tilni yaxshi o'rganib, endi keyinchi bir so'z qilib qolsam, dadamning qo'l tutilish yapraymi deb. Dadamni boshlablan bir şeyga bir til o'rganib deb keldi qanday. Yaxshi. Men akagantima. Men akaganimiz. Men boshlab akagandim ya sana. Yo'g'an chiqibsiz. Ayda yo'g'an chiqdim bolam men cho'ng olgan. Bo'ldi, qarshi olasiz. Manda. Bakaylar. Manda gap yo'q. Ammo ballar rasmiy vafot etdi ekan. Ya hozir ama dadı balının qarzini to'lasang to'laydi. Ammo bala dadı bilmaydi. Jim gap qildingiz mana. Manda bala aslan qadriga supa. Ammo lekin sınırmış bala resmi aslanın uydu masna ketdi. Ammo nima qilmaymiz? Ma balının 20 tanesini 20 apsini tortdim. Jiksun debdi. Ay bir ishga biz do'ri bilan bundan bo'l ishga bitmaslik ish bitqanini aytadi. Men qarsam bu shu. Matematik qarpashqa matematik yo'qashqa o'xshaydi. Arkadaşlar yaman uşağı çoğalı kalırsa. Ay bir köyleyen dersini ay ne çırpıcı unutup kalmaydı. Yaman erdoğan'da kovalar uşağı. Yaxşı. Çakçakma kılıçta kandı. Arkadaşlar bilirler mi kodanın ki neslinden damlatıkına kaçtışı etmez. Yanakları amin değerli nesler damlat çaylarını tadır. Lazım olsa arkadaşlarga bir tür bundan hazır ekadık mı? Şuna bir. Bir küçük kentimiz var da endi. Tüzünüştürüp oldun ha bana. Qarshi olasiz. Bu ishki savoldoshmi itot o'ynagandek o'zinglarni bak yaxshi tunishtirib o'tdinglar. Endi bu ishqilarning biringlar bizning sinfdagi yeshi eng cho'ng savoldoshgansizlar. Shu biringlar bo'lsanglar yeshi eng kichik savoldoshgansizlar. Endi bu shu sinfdagi insonga onglik rioyatsanlar degan umiddaman. Xotirjam bo'lsa xonim cho'qim aynaqatmiz. Men qarsam bu sinfdagi barliq savoldoshlar hammalar har sohadan kelibsizlar qaraganda bu sinf qiziq ekan. Şundaq sınıf bu, inoq ham qiziq, kulkasini bil.